Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli vatandoshlar. Mana bugun hammada albatta ko'tarinki kayfiyat. Bugun mana Toshkent viloyati Bekobod tumani Xos qishlog'i, Xos mahallasi, Xos qishlog'i yoshlik mahallasi nihoyatda bir ko'tarinki kayfiyat. Sababi hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan Bekobod tumani hokimligi, Bekobod tumanining hokimining sa'y-harakatlari bilan Xudo xohlasa open budjetda hamma butun Xos xalqi baholi qudrat qo'lidan kelgancha harakat qilib, ovozlarini berib, ovoz yig'ib, Bekobod shahar, Bekobod tuman va boshqa shaharlarga borib, fidokorlik qilib, jon kuydirib, ovoz yig'ib, o'zini telefonidan ovoz berib, mahallamiz ahli, Xos qishlog'imiz ahli nihoyatda bir jon kuydirdi. Xudo xohlasa hozir soat millari 11:58 2 daqiqadan keyin albatta natijalar ma'lum bo'ladi. Open budjetda bitta loyihamiz 4-o'rinda, yana bitta loyihamiz 11-o'rinda Xudo xohlasa. Birdaniga 6 oydan keyin bo'ladigan ikkinchi loyihamizni ham yutib olishni Alloh nasib qildi. Xudo xohlasa ikkita loyiha bilan mana qarib bittasi 3 kilometr, yana bittasi 2,5 kilometrlik ichki asfalt yo'llarimiz asfalt bo'lishi muvaffaqiyatiga erishish arafasida turibmiz. Xudo xohlasa, mana prezidentimizga rahmat, Bekobod tumanimiz hokimiga rahmatki, mana prezidentimizning tashabbuslari bilan qishlog'imizda pachti asfalt bo'lmagan ko'chalar qolmadi. Qani sizlar bilan birgalikda bu tantanani nishonlaymiz. Aziz obunachilar, qadrli vatandoshlar, Xudo xohlasa soat 12 dan o'tdi. Umid qilamiz, yaxshi niyatlar bilan Xudo xohlasa soat 12 dan o'tgan bo'lsa, loyihada yutib chiqdik deb hisoblaymiz. Xudo xohlasa hammalaringizni aziz mahalladoshlar tabriklayman. Yutuqlar bilan qarsanglar. Hammalaringizga rahmat, salomat bo'linglar. Loyihada yutganimiz bilan tabriklaymiz hammalaringizni. Ko'tarinki kayfiyatda karnay-surnay sadosi ostida Xudo xohlasa open budjetda yutganimiz bilan hammamizni tabriklaymiz. Keling, rais bo'l, bir intervyu berib yuboring. Assalomu alaykum yigitlar. Hammalaringga rahmat. Butun qishlog'imizni tabriklaymiz. Yo'llarimiz mana Xudo xolasa 7 kilometr yo'limiz asfalt bo'ladi. Ikkita loyihani yutib oldik. Yigitlarga rahmat. Hamma xizmat qilgan yigitlarga, ixtiyorga, boshqalarga. Oldin 84-yillar aktiv bo'lardi, bu safar 90-yillar aktiv bo'ldi. Bularga rahmat. Hamma mehnat qilganlarga rahmat. Hammalarini tabriklaymiz. Shunaqangi qo'sha g'alabalarimiz bardavom bo'lsin. Hammalarini Hayit bayrami, Navro'z bayrami, qo'shaloq open budjetda g'oliblik bayramlarimizdan tabriklaymiz. Lazbekka rahmat, shu yigit ham ancha mehnat qildi. Uyg'unga rahmat, u ham ko'p hissa qo'shdi. Sog' bo'linglar, shunaqangi yaxshi xursandchilik g'olib bo'lgan paytlardagi hammamizga xursandchiliklarda uchrash nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Barchalaringni mana shu Hayit bayrami bilan tabriklayman. Mana shu yutuq barchamizniki deb hisoblayman. Barchamiz birlashdik. Mana shunday birlashuv bilan bo'ladigan bo'lsa biz kelgusida bundanda katta buyuk niyatlarimizga erishamiz. Hammalaringga yaxshi niyatlar tilaymiz. Yaratgan hammamiz ishimiz omadimizni bersin. Olg'a qolsinglar. Mana masjidda turgan mahalladoshlar, qishloqdoshlarimizni hammasini tantanavor tabriklayman.
yutuqlar bilan hammalaringizni tabriklayman. Aziz hosillar, hurmatli jigarlar. Butun O'zbekistonimizni chekka-chekka qishloqlarigacha bu Open budjet yetib borib, chekka-chekka qishloqlarini ichki yo'llari asfalt bo'lish jarayonida bir 2-3 yildan beri asfalt bo'lib kelmoqda. Shu jumladan bizni xos qishlog'imiz ham bundan mustasno emas. Aziz hosillar, aziz obunachilar, mana xos qishlog'imizni 4 ta 5 ta mahallasi, 4 ta 5 ta ko'chasi qoldi, xolos Xudo xohlasa. Mana shu ikkita loyiha bilan ancha yuqori martabalarga erishib, ko'chalarimizda pashti asfalt bo'lmagan ko'chalar qolmaydi. Xudo xohlasa, prezidentimizning tashabbuslari bilan butun respublikamizda chekka-chekka qishloqlargacha ichki ko'chalar asfalt bo'lib kelmoqda. Shu jumladan bizni xos qishlog'imiz ham, xos qishlog'imizning ikkita mahallasi bo'lsa, birdaniga ikkala mahallasining ichki yo'llari asfalt bo'lmoqda. Biz nima demoqchimiz? Osmonimiz musaffo, O'zbekiston yurtimiz tinch, mahallalarimiz obod, tinch yurtda yashayotganimiz uchun Allohga ming qadar shukronlar aytamiz. Hammalaringizga Navro'z bayramlari, Hayit ayyom, ulug' ayyom kunlari muborak bo'lsin. Mana xos xalqimiz tomonidan prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bekobod tuman hokimligiga, Bekobod tumanimiz hokimiga minnatdorchilik bildiramiz. Chunki mana Bekobod tumanimizda odamlar, mahalladoshlar, ko'plab qishloqlar orzu qilib borayotgan ko'prik, do'stlik yo'li qurildi va ko'chalarimizni qatnov qismlari asfalt bo'lib kelmoqda tumanimizda. Bekobod tumanida mana Stretinka qishlog'idan Savxoz qishlog'idan trassaga chiqquncha yo'l nihoyatda abgor holatda edi oldin. Hozirga kelib o'sha yo'llarimiz ham ta'mirlanib, xalq nihoyatda bir xursand Bekobod tumani hokimligidan va Bekobod tumani hokimidan. Hammalaringizga rahmat, hammalaringizga tantanalar muborak bo'lsin. Agar sizni chekka-chekka qishloqlarda yashasangiz, sizni ham ko'chalaringiz shunday Open budjetlarda yutib olib, yuqori martabalarga erishib, har bitta mahallangizda har bitta chekka-chekka ko'chalari ham asfalt bo'lib qolishini tilab qolamiz. Hammalaringizga rahmat, salomat bo'linglar. Ansambl